Ko'pchilik qanday qilib ishlaysiz, metodikangiz tushuntiring degani uchun mana shu bitta misol keltiraman. Masalan, mana shu kitobni olib o'qiyman. Masalan, qaysidir payg'ambarni o'qib chiqdim deylik. Xo'p, keyin mana bunaqa konspekt qilib olaman o'zim uchun. Bu konspekt bolalarimga savol-javob qilishim uchun ham yordam beradi va o'rgangan informatsiyamni o'zim uchun miyamda qolishi uchun ham yordam beradi. Chunki mana unutib qo'yaman ko'p narsani. Xo'p, masalan qarang, Ibrohim alayhissalom otasini ismi Ozar bo'lgan, kufr keltirgan bu odam. Ibrohim alayhissalomning ikkita ayollari Hojar va Sora. Masalan, Hojar ayollari bilan Ismoil dunyoga kelgan va Ismoil alayhissalom bilan birga Ka'batulloh qurishgan birga. Bu yoqda Sora ayollari bilan Ishoq alayhissalom dunyoga kelgan va Ishoq alayhissalom bilan Falastinda Al-Aqsoni qurishgan birga. Ana endi Ishoqdan Yaqub alayhissalom tug'ilganlar, ularning yana bir ismlari Isroil. Mana shu Yaqub alayhissalomdan Bani Isroil tarqalgan. Ya'ni shundan boshlanadi. Ya'ni ularda masalan Yusuf alayhissalom, Muso alayhissalom va bir qancha payg'ambarlar kelib chiqadi. Yusufning tushi otasiga gapirib bergan. Juda ko'pchilik tush ko'rgan bo'ladi. Masalan, payg'ambarlarimiz ularni men aniq eslab qolmayman, shuning uchun shunaqa yozib olaman. Yoki mana Nuh alayhissalom, ular necha yil da'vat qilganlar odamlarni, ularning avlodlaridan Ot qavmi yuzaga kelgan. Ot qavmi ham masalan Samud qavmi kabi o'sha kufrga borishgan. Ularga Hud alayhissalom kelgan. Alloh Hud alayhissalom jo'natgan va ular qanday azobda qirilib ketishgan, Alloh qanday balo jo'natgan Ot qavmi uchun. Mana shunaqa qilib yozib olsanglar, inshaalloh juda ham manfaatli bo'ladi. O'zingiz uchun ham, farzandlaringiz uchun ham. Juda ham oson savol-javob qilasizlar. Masalan, kimni otasi kim deb yoki teskarisi kimni o'g'li kim. Juda ham inshaalloh foydali bo'ladi. Duo qilib qo'yinglar agar manfaatli bo'lsa.